Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 2025-yil 29-aprel Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidamiz. To'xtamurod akamni ko'chat uchun sepgan urug'lari plantatsiyalarida dorimizni sinovini o'tkazamiz. Bu xohlasa 6-si. Ip bilan boshqa videolarimizni ko'rgansizlar. Ip bilan metga qilib bo'lib olganmiz. Mana biza dori quymayotgan, o'zlari quyayotgan ximikat dorilarini bizdan boshqa dorichilik firmalar berayotgan ko'chatlarini effekti. Xolos mana biz quyayotgan dorilarimiz effekti endi 5-6 quyilishlarimizda effekt sezilishi boshladi. Hali bu ko'chatimizni asosiy gapi ildizida ko'langanda yana ma'lum bo'ladi. Hozircha rezultati yomon emas. Plus tomonga yurish boshladi. Hali vegetatsiya davrini cho'ziladi ancha. Bu yoq tomondan oralardan vegetatsiya davri tugash boshlaganlari bor. Videoda qanaqa ko'rinyapti? Ma'lum. Bizning dorimiz effekti hali bizangida birorta ham vegetatsiya davri tugayotganlari yo'q. Xudo xolasa. To'xtamurod akam taniysizlar. Dehqonobodli katta kavrak mutaxassislarda o'zlaridan yana effektlarni so'rasanglar bo'ladi. Hali yana dorilarimiz bu 6-si bo'lsa yana kamida 5-6 marta quyamiz. Yana oxirida effektlar ko'rinadi. Hurmatli kuzatuvchilar, 2025-yil 29-aprel Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jorma qishlog'idamiz. To'xtamurod akani kavrak plantatsiyalaridan o'zimizga ajratib olgan dorimizni sinash uchun ajratib olgan joyga bugungi 6-chi dorimizni quygani keldik. Dorilarimiz quyib bo'ldik. Qolgan joylardan farqlari. Bu yoqda vegetatsiya davri tugayapti. Bizaniki o'zgarishlar katta, xudo xolasa rezultat sezilib, bizaniki oldinga qarab, o'sishga qarab tushyapti. Yonida bu yil ishlamoqchi bo'lgan kavraklar mana vegetatsiya davri tugadi. Yosh ko'chatlarniki endi tugayapti. Bizning ko'chatlar o'sishga tushyapti. Hali yana hozir 6-sini quygan bo'lsa, yana 6 marta quyiladi. Yana bir oy davomida videolarni ko'rib borasizlar. Va ranglarini o'zingizlar farqlasanglar bo'ladi. Bu yoqdagi ko'chatlar rangi bilan mana dori quyilayotgan ko'chatlarning rangi. Eng past joyini oluvdik. Mana rezultat. Bu yonidagi 4-5 yillik kavraklarga yetar etmas.